O'zbekistonda bo'lgan turnirlarga keladigan bo'lsak, shashvar bo'libdi. Men gapim kun yaqinlashgan sari chiqib ketyapti homiylar. Mahmud Murodov Mangu ligasida jang qiladi. Aziz ST turnir o'tkazib $90,000 ga tushdi. Nursulton Ro'ziboyev O'zbekistondagi turnirlar haqida fikr bildirdi. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki YouTube pul to'lamaydi. Faqat sizlar uchun video qilyapman. Podдержка uchun rahmat. Mahmud Murodov O'zbekistonga kelishga va jang qilishga va'da berdi. U Mangu ligasida jang qiladi, ammo vaqti va raqibi ma'lum emas, chunki u Chexiyaning Octagon ligasining chempioni va kamarini himoya qilishi kerak. O'zbekistonda urishaman Mangu ligada. Biza Jasur akam bilan aloqamiz yaxshi, gaplashib turibmiz. Xudo xolasa urishamiz. O'zbekistonda Manguda ham urishamiz. Luboy narsani o'zi vaqti bor. Ko'p odamlar yozibdi, "Vot, Jasur aka bilan biza atnashenimiz buzdi, atnashenimiz yo'q." Bizaga atnashenimiz yaxshi, Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Xudo xolasa Manguda ham urishamiz. Luboy narsani vaqti bor. Xabaringiz bor, Aziz ST Toshkentda qo'lqopsiz janglar bo'yicha turnir o'tkazdi va homiylar chiqib ketganini va $90,000 ga tushganini aytib berdi. Bitta ham anaqa homiy yo'q, boshida 5 ta homiy bor. 20 mingdan beramiz, 30 mingdan beramiz, jalab kun yaqinlashgan sari chiqib ketyapti homiylar. Birinchisini o'tkazinglar, keyin kiramiz dedi. Shu bilan qarasak, chiqib netib qo'ygan. 90 mingga tushdi. 30 mingga sotilibdi. 60 ming yedik. Zato mana 60 ming kayf qilamiz. O'zimizni bolalar maza qilyapmiz. Shuning uchun kimda general kamroq bo'lsa va'da beraman, keyingisida albatta 3-4 barobar ko'paytirib beramiz. Faqat bugungisini meni jahlim chiqib yaxshi bo'lib tursin, yaxshi. Hozirda Amerikada mashg'ulotlarini olib borayotgan Nursulton Ro'ziboyev O'zbekistondagi turnirlar haqida fikr bildirdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Sizningcha Nursulton Ro'ziboyev O'zbekistondagi qaysi turnir haqida fikr bildirgan? O'zbekistonda bo'lgan turnirlarga keladigan bo'lsak, hech qaysisini ko'rganim yo'q. Rezultatini 80-90% nima bo'lishini bilardim. O'zim sportimdan kelib chiqib, folbin emasman. Shuning uchun ko'rmadim. Hech qaysinisini odamlarning yozganiga qaraganda hamma yo'q shashvar bo'libdi. Men gapirsam, gapim yoqmaydi hech kimga. Prosta to'g'risini gapirganligim uchun yoqmaydi. Yoqmasa o'zlari biladi, birovga yoqay deb gapirimman. Shuning uchun meni fikrimni tushundinglar.